Ha, ana bo'ldi. Hammaniyam yig'ib oldim. Bo'tga bekordan bekor sizlarni yig'ganim yo'q. Chunki aytmoqchi edim, hamma qishloqlar, hamma Minecraft boshqaruvchilari, hamma administratorlar 2 kunga ketishadi dam olishga. Nima? Tushunmadim, qanaqa 2 kun ketishadi? Yaxshilab tushuntirib gapiringlar, nima tushunmayapman. Xullas kapot, admin notki, hamma boshqaruvchilar, hamma administratorlar 2 kun dam olishga ketyapti. O'yinda umuman hech kim bo'lmaydi. Faqat sizlar qishloqlar va o'yinchilar bo'ladi. Nima? Faqat o'yinchilar va qishloqlar bo'ladi. Qanaqa qilib mer bo'lmasa, admin bo'lmasa, bizani qishloqga cheater yoki grifer kelib qolsa nima qilamiz? Endi o'zingizlar qarab turasizlar-da. Kapot, o'zimiz qarab turamizmi? Farqi borki sa. To'xtanglar, rostdan ham shunaqa bo'lsa, grifer cheater kelib qolsa bizani qishloqda admin ham bo'lmaydi. Kapot, o'zimizni qaraymiz. To'ppa-to'g'ri aytyapti. O'zingizlar qaraysizlar endi u yog'ini. Sizlarga omad bo'lmasa, bizda 2 kun o'yindan chiqib ketmoqchimiz. Voy, bekor qilyapsizlar, lekin mayli tezroq ketinglar. Agar rostdan kelib qolsa nima qilamiz? Adminlar ham yo'q-ku. Bilmadim. O'zingizlar qarab turasizlar endi u yog'ini. Bo'pti. Biza bo'lmasam 2 kun dam olishga ketamiz. Chunki har yili shunaqa narsa bo'lib turadi. Aynan bugun kun. Xayr hammaga. Voy, obbo, qishloqlar nima bo'ldi endi? Kapot, tinchlan, maza qilamiz endi cho'sami? Adminlar yo'q, hech kim yo'q, bir ham yo'q, qishloqni maza qilamiz. To'xtanglar, qishloqlar, faqat sizlar yomon qilmanglar qishloqni, faqat sizlar yomon qilmanglar. Kapot, yur aylanamiz, maza qilib qishloqni vayron qilamiz. Nima deyapsizlar, qanaqa vayron qilamiz? Hazil-ku kapot, prosta aylamoqchimiz. Qishloqlar, to'xtanglar. Obbo, nima qilishmoqchi qishloqlar? Hammaga salom do'stlar, men otim Kompot, yangi joyga xush kelibsizlar. Do'stlar, hozir eshitib turdinglar hammasini. Administrator, butun Minecraft boshqaruvchilari hamma dam olish ketayotgan ekan 2 kunga. Hech kim yo'q endi Minecraftda. Na adminlar bor, na merlar bor, boshqa qishloqda ham. Endi qishloqlar xohlagan narsasini qiladi. Agar cheater kelib qolsa, grifer kelib qolsa, bizning qishloqqa nima bo'ladi? O'shani bilmayman-da do'stlar, o'zimiz qaraymiz deyshotdi qishloqlar. Bilmadim qanaqa bo'lsa qaraydi. Hozir aytib turibdi, vayron qilamiz qishloqni. Shunaqa qilmasa bo'ldi, ish qilib do'stlar. Mayli, sizlar bilan bo'lib tursanglar bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. 2 kun tezgina o'tib ketadi. Nima bo'lyapti? Ko'chada qanaqadir ovozlar kelyapti ko'chadan. Tushunmadim. Kapot, davay, o'ynalaring. Qishloqlar, nima qilyapsizlar? Nima bu? Davay, kapot, ishlalaring, davay. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Davay, yo'qlaring qishloq, davay, buyoqqa bidroq qo'yini. Davay, jorvot, elik aylash, kapot ishlalaring, davay, ketdi. Obbo, men o'zi biluvdim shunaqa bo'lishini. Nima bu bidrokmi? Qishloq nima qilyapsan, ne bo'pti? Tegma, chayma, nima qilyapsan, ne bo'pti? Davay, kapot ishlalaring, bidroqqa deb qo'yamiz. Nima deyapsizlar? Borlaring bo'pti. O'zi biluvdim. Nima qilyapsizlar? Shuna kapot biza bilan zorvot-ku axir kapot buyoqqa. Nima qilyapsizlar? Borlaring qishloqlar, menga tegmalaring iltimos. Obbo, qochish kerak. Haqqa qochsam mikin qishloqlar teyvorib bezordim. Uyga tezroq boramiz. Mana bo'ldi. O'zi aytdim sizlarga, biluvdim shunaqa bo'lishini biluvdim. Nimaga ketadi? Shu mer bilan administrator bitta admin qolsa bo'lardi-yu mer. Nima qilyapsizlar qishloqlar? Davay, kapot ishlalaring, davay, kapot, davay birga o'ynaylik, davay vayron qilamiz qishloqni. Borlaring, men unaqa qilmoqchi emasman. Nima qilyapsizlar? Endi rostdan vayron qilsalar qishloqni. Axir bu yerda biz yashaymiz, u hammamiz. Nima dinamit iltimos menga tegmalaring portlatib, men dinamitni izimotni blokatdan oldirani yana buni. Lava qo'ydim, men yerda komandni blok turibdi, men yerda haqiqiy bedrock turibdi. Qanaqa siniramiz endi? Kreativ sinirsa bo'lmaydi-ku. Nima qilyapsizlar? Davay, tutlaring kapotni, davay birga
bilan o'ynaymiz kompot bilan. Ey, nima qilyapsizlar tutmalaringni mana. Qaqa qo'ysammikin, qaqa qo'ysammikin. Obbo, qishloqlar meni tutmoqchi endi. Voy, qishloqqa yonyapti. Nima deb yozishyapti chatda. Voy, bu komandni blok qo'yib tashlashibdi, nimalar qilishyapti? Aylanamiz, spam qilib yotibdi-yu. Obbo, biluvdim mana shunaqa bo'lishini. Nimaga ketib qoldi? Yetdim-ku ularga ketmalaring deb. Nima komandni blok rostdan nima qilishyapti deb o'tdi o'zi qanaqadir mexanizm mayli sindirib tashlaymiz tegma iltimos menga. Voy, suv bo'lib yotibdi, lava bo'lib yotibdi, hamma yoq bedrock bo'lib yotibdi. Yana qanaqa sindiramiz endi bedrockga cho'mayapman. Nima qilsa bo'lar ekan kompot o'yla. Hamma yoqni qorishdi, skladlarni ham yo'q qorishdi, yugurib yuribdi. Nima qilaman endi? Kompot o'yla, nima qilsam ekan? Balkim qaqadir o'zimni bekitib yuborarman qishloqda tegmaydigan joyga. Shu yerda o'tirib turaman, 2 kun kutib turaman, yo'masa qishloqlar izorotni menga tegaverib, ustilaring kompotida. Bo'ldi, to'xtanglar, balkim men o'zimni qaqadir qamab qo'ysam-da, u qishloqlar kirolmaydigan, faqat o'zim shu yerda turadigan, 2 kun shu yerda turib turaman. Yaxshi fikr keldi, lekin faqat o'zim turib turaman, o'zimni yopishim kerak qattandir. Agar o'zim uyim bo'lsa bo'lmaydi, boshqa uylar ham bo'lmaydi. To'xtanglar, balkim bedrock o'zim yo'q qo'yarman. Lekin qanaqa bedrockdan chiqaman? Axir bedrock sinmaydigan-ku. Lekin eshik qo'yib qo'ysammikin, eshikdan chiqa olaman-ku, bedrock sinmaydi, to'g'ri. Mana bedrockli korobka, balkim mana mashq o'zimni qamab qo'yarman. Bo'lmasam ketdi. Davay tezroq kiraveramiz, tezroq kiraveramiz. Davay, bo'ldi, yop qo'yamiz. Nima qishloq ekani bu yerda chiqib ketgan. Men chiqib ketishim kerak. Bor. Bu yerdan chiqib ketishni kutamiz. Tegmayman, iltimos tegmalaring. Qana bo'ldi, chiqib ketdim. Qishloqqa bekor shatda bor ekan-da. Bo'ldi, kutamiz endi. Oqishloq o'tdan chiqib ketishini mana mashta kutaman. Ana bo'ldi, oqishloq adashmasam chiqib ketdi. Endi kirsam bo'ladi o'sha yoqqa. O'sha yerda o'zimga joy qursam bo'ladi. Qoch. O'zimga kerakli narsalar olib oldim. Mana eshik ham olib oldim. Yomnaqa oynalar ham qo'yib oldim. Mana bo'ldi, mana mashta endi hech kim menga tega olmaydi. Qishloqlar ham tega olmaydi. Bo'ldi, baribir yana nimadir qilish kerak bo'ldi. Bu xavfsizligim yetmaydi. Lekin nima qilsam ekan o'yla. Mametga dastak qo'yib qo'yaman. Prosta tak eshik ochilmaydi, hamnaqa ochiladi. Lekin ikkitali eshik qo'yishim kerak bo'pti. Bo'lmasam yana narsalar olib narsalar kerak-ku axir yana. Endi tez skladga chiqib kelishim kerak. O'sha yoqqa chiqim kelmayapti, lekin Tommi ham nimadir qilishim kerak. Bo'lmasam hozir kelaman do'stlar, davay bo'lmasa narsalar olib keling. Ana bo'ldi, xavfsizligimni ham olib keldim. Qishloqlar kela olmaydiganda. Mana hozir bu yoqqa uyim yoniga bunaqa lavalar qo'yib chiqaman. Qishloqlar bu yoqqa o'ta olmaydi. Sakrashga eshik yopib bo'ladi. Ana bo'ldi, tayyor bo'ldi. Hamma yoq lava qo'yilgan. Endi qishloqlar munomosi tamom bo'ladi. Bunaqa o'ta olaman, lekin men eshik yopib qo'ymasam bo'ldi. Endi yopsam bo'ladi. Xo'p, Tommi ham nimadir qilishim kerak endi. Tommi ham yopib qo'ymoqchiman. Tomni tepasida nimadir qo'ymoqchiman, quroqchiman, shuning uchun bunaqa yerga qo'yib chiqaman. Xo'p, shu tomni tepasida ham dam oladigan joy qilaman. Shu yerda yotaman, qarab qishloqlar nima qilayotganini. Tomga chiqa olmaydi qishloqlar. Yana nimadir bezatish kerak, chunki qop-qorong'i yotibdi. Bu yerda bedrock ham suv, bu yerda shuni g'alati bedrock xullas, shu suv, bu yerda ham boshqa doskalar ham olib kelishim kerak. Doska olib kelsam, o'shanda suv bo'lmaydi. Xo'p, bo'lmasam davay yana olib kelaman. Yoppa, ana bo'ldi. Men doskalar olib keldim, yana oynalar olib keldim. Ikkitali eshik qo'yaman. Birinchi bo'lib bundan qo'yib olishim kerak doskalar. Xo'p, mana mashga qo'yaman. Davay bo'lmasa, mana mashga qo'yaman. Qop-qorong'i, qanaqadir bedrock qoradi. Bunaqa ikkitali qo'yib qo'yaman. Oyna bedrock qora-ku axir g'alati. Nekomfortni, o'shaning uchun men bunaqa doskalar ham qo'yib chiqaman. Xo'p, mana mashga qo'yib chiqaman. Tepaga bunaqa toshli bloklar qo'yib chiqaman. Davay bo'ldi, chunki tepaga chiqishim kerak-ku axir men Tomga. Ana bo'ldi, to'g'ri kichkina bo'lib qoldi-yu, lekin farqi yo'q menga. Zato yaxshi. Bunaqa kichkina gilamchalar ham olib kelganman. Gilamchalarni ham qo'yib chiqaman. Xo'p, mana bo'ldi, mana mashga qo'yib qo'yaman. Bo'ldi. Ikkitali eshik qo'yishim kerak. Endi bitta yetarmikin? Yo'q, mayli, ikkita qo'yaman. Ana bo'ldi. Yo'q, qo'yib qo'yaman dastaga. Bo'ldi, ikkitali eshik bo'ldi. Qishloqlar uni ocha olsa ham, buni ocha olishmaydi. Ikkitali oyna bo'ldi, hammasi tayyor bo'ldi. Endi uy bezatish kerak, Tommi ham nimadir qilish kerak. Obbo, ko'chaga chiqim kelmayapti-yu, lekin chiqish kerak. Mayli, olmasam ketdi. Ana bo'ldi.
bezatish uchun narsalar olib keldim. Xo'p, mana hozir bezataman endi. Rasmlar olib keldim, kalavat olib keldim, kitoblar olib keldim. O, pechka verstaklar esimdan chiqib qopti-ku. Mayli, keyinroq olib kelarman pechka verstaklarni. Har doim o'tda chiqayotganimda, nima qilaman, qishloqlar tegmasin deb chiqaman. Zo'ratirabchi ko'chaga chiqaman o'zi. Quturgan bo'lib ketdi qishloqlar. Bo'lmasa, anaqa sani qo'yib qo'yaman, tepasiga televizor qo'yib qo'yaman. Televizor ko'rib yotaman, ko'chada kameralar bor, kameralardan qarab o'taman. Qishloqlar nima o'tgan ekan deb. Xo'p, ana bo'ldi, bularni ham qo'yib oldim. Mamnaqa kiyimlar bor, zapas, oyoq kiyimlar ham bor. Xo'p, yana nima bor? Bunaqa kitoblar bor. Agar juda ham zerikib ketsam, men kitob o'qiman. Atak men o'zi kitob o'qimayman. Televizor ko'rib o'tirganim yaxshi. Pechka versaka, pechka versaka oldim-man. Xo'p, ana bo'ldi. Davay mamnaqa qo'yib qo'yamiz endi olov. Xo'p, anaqa rasm qo'yib qo'yamiz. Rasm qish bo'lib qoldi, yuz tepagan bo'lish kerak. Sal kattaroq rasm bo'lib qolsin. Katta rasm o'xshamadi-yu, men aytgan qo'yoqchi edim. Bitta rasm bo'lsin, mayli o'xshamadi. Ana bo'ldi. Mana uyim o'xshadi. Juda ham zo'r bo'ldi u ham. Qishloqlar nimalar qilib yotibdi, baqir chaqir bo'lib yotibdi. Yaxshi hamki Minecraftda ovoz o'chirib qo'yganman sizlar uchun. Kitoblar ham qo'yib qo'ydim. Xo'p, soatlar ham qo'yib qo'yaman. Soatlarni ham qo'yib qo'ydim. Qarab turishim kerak-ku, 2 kun tezroq o'tsin deb. Endi tomga ham yo'l qilaman. Axir tomda ham yashamoqchiman-ku. Davoy bo'lmasa, men buni sindiraman-da, tomda ham dam olish uchun joy qilib qo'yaman. Qani ketdi. Xo'p, mana masjidga quraveraman. Xo'p, qaranglar, qishloqlar hozir meni ko'rmayapti, lekin qishloqlar bu yoqqa sakrab o'tavermas kerak. Mayli, hozir menda yana lyuk bor edi. Lyuk ham qo'yib qo'yaman qishloqlar menga sakramaslik uchun. Mana bo'ldi. Menga xalaq bermaydi endi chiqayotganim bunaqa dastik qo'yib qo'yaman lyuk uchun. Ana bo'ldi, tayyor bo'ldi. Endi bu yerda ham qilsam bo'ladi. Xo'p, nima qilsam ekan bu yerda? Qishloqlar nima qilib tashlashyapti? Namuncha bunaqa bloklar qo'yib tashlashgan, tushunmayapman nima qilishayotgan, nima xohlashyapti o'zi. Mayli, ularga farqi yo'q. Menga endi bu yerda dam olish xona qilaman, kalavatlar olib chiqaman, xullas. Bilmadim hali nima olib chiqaman. Xo'p, bu yana borib kelishim kerak. Ana bo'ldi, borib keldim. Mana qanaqa narsalar olib keldim. Xullas, akvarium olib keldim. Akvarium juda ham zo'r bo'ladi. Mamnaqa bezatish uchun narsalar olib keldim. Prosta bunaqa polkalar bezatish uchun, chiroyli turish uchun olib keldim. Xullas, tepaga ham mayli tepaga qo'ygan bunaqa narsalarni rasmim tushib ketdi-ku. Mayli, bo'lmasam farqi yo'q, rasm tushib ketibdi. Xo'p, bunaqa kalavat bor, yozgi kalavat. Mana qo'yib qo'yamiz, gullar ham bor bu yerda. Daraxt qilaman, gulmas. Daraxt yana yaxshiroq. Mayli, daraxt tagida o'tirganim yaxshi ko'taverman. Unaqa daraxtda kerak emas, barglarni olib tashlayman. Xo'p, mana kerak emas, barglarni olib tashlayman. Tagida o'tiraman. Keyin quyoshda o'tirib kelmayapti-ku. Prosta gullar qo'ymoqchi, mayli daraxt qilaman. Muzdagina ichimliklar. Xo'p, mamnaqa gullar qo'yib qo'yaman endi. Ana bo'ldi, juda ham zo'r bo'ldi. Daraxt tagida o'tiraman endi. Mamnaqa narsa pishirish uchun go'shtlar pishiraman. Xullas, o'tda narsalar pishiraman. Ichida ham dam olaman, bu yerda ham dam olaman. 2 kun tez o'tib ketadi degan umiddaman. Bo'pti, bo'lmasam do'stlar, mana mashta 2 kun o'tkazishim kerak endi. Hamma narsalar olganman, bo'ldi. Uyimda ham hamma narsa tayyor bo'ldi. Ne ketib qoldi o'zi adminlar, ne butun boshqalar ketib qoldi. Minecraftda mayli bo'lmasa tezgina 2 kun o'tib ketsa bo'ldi. Mana mashta daraxt tagida quyoshda emas, muzdagina o'tiraman. Bo'pti do'stlar, bo'lmasam bugun Minecraftdan butun boshqaruvchilar, adminlar 2 kun ketib qoldi. Like bosishni, obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.